Tabiplarning shohidman. Tomo tutib kasal ko'rman. Muqim dukkan bo'lmag'achmanda ko'chalarda minib suraman. Tabiplarning shohidman. Kasallarni qarab bilaman. Saqaymasa mening bemorim, uning uchun o'zim o'laman. Tabiplarning shohidman. Mikroblarni haydab suraman. Doğram küçük boğaçkı mening xotlanmay boy taqshiraman. Tabiplarning shohidman. Ojiz erga doğru beraman. Og'vatlarni o'zgartib shirg'a saqaymasa pulini beraman. Tabiplarning shohidman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, Ağlasam muşu etrafı bir tüyüp ketkenmiş. Danlıq. Ha, danlıq tüyüp. Göher yatıda olsaydı tonumuzun hemi payda. Siz şu tüyüp şu mu? Berhaq. Ha, danlıq tüyüpken sizde. Kamini fakir, maavun mudrafraj, DVD, VCD, TV degan men şu. Ha, bu acıka bu. Bu tüyüp deganning unvon olmaydi. Bu unvon sizning nereden belge? Dadam degan. Sizniki ismingiz? Kamini fakirning ism zoti Ibn Sina, Luqman Hakim, G'ozibay, xislatlik chevib shiylayli. Men bir qonunlik varisi. Abduvoqi, Abdusattor, Abdujabbor hokim. Hacım kızlar haremge hecga ağamma. Yo'q, men haremga hejga bormagan. Lekin Qashqa hazratga 2 qatim gejga borgan. Yo'q, men ismlarini keyin Hojim degan gap bor emasmi? Shuni so'rab qoldim. O mening ismimning keyin emas oldi. Huzurlik var atam mening ismimni a'zolab amallab, ismimni Hojim deb qo'yibdi. Anda olsa men izlayotgan tüyüp. Asıl emasdi. Men shudir. Anda olsa yaxshi gap. Hozirga menda gap. Anamning toza mijozi yo'q. Ko'rsatmagan doktorxona qilma deb toza unumumida. Xo'sh. Shuni uyga berib ko'rib qo'yam shu deb. Fikam, bu doktorxona degan kasal davolaydigan yer emas. Bu nima deganingiz endi? Bu doktorning oldiga olsa sizlarni bir nima degan. Sizni oldingizga kelsa doktorning bir nima dedingiz endi. Fikam, doktorlar bizni ko'rmaydi. Dokchi aptop tilasa, matamchining ochir kepti degan gap bor. Doktorlarning maqsadi kasal tepish emas, pul tepish, pul. Ma gapaz, qamlashmaydi ajimka. Fikam, o'ylab baqing. Bo'lmasa doktorlar rentgen, B-chow, C-chow, CT deb ayrim silib pul ilib yurmay, eng yomonidan birsiga sanmoqdi. Bu gapingizmi qo'y? Lekin ay doktorlar osh 3 kunlarda topolmagan kasalni siz qanday topsiz ajimka? Astagfirullah. Fikam, mana biz qarab, purab, so'rab, tutib bilaman. Alayliq. Mana sizning hozir chiroyingizdan chiqib turibdiki, mizojingiz bo'shab, xalitlaringiz tanqunlikni yo'qotib, badaningizni balg'amchirmab ketibdi. Safro o'rlab, savdo to'lab ketibdi. Ko'rilishga bo'ladiki, levingizda gaz, tishingizda daz, qopqingizda bez bor ekan. Adam qo'rqatma, ajimka. Mana, qarang, men gap qilib qo'rqayotganingizni qaraganda, sizning yuragingizmi ojizlashib ketibdi. Mana buni biz o'zimning tibobitimda zaifi yurak. Nima yo'q gapni qilma, yukab saqmaning kel. Vaqirman. Mana bu voqeangiz qaraganda chiqib turibdiki, sizning nervingizni asroq masala ekan. Mana siz bayotun sap-saqda. Demak, o'zingizning sog' yoki sog' emasligini bilmayapsiz. Şunun qaraganda sizdə esini yo'qitish kesilama bor ekan. Nima? Pul o'ygan qo'lingizni. Abla, pulni qo'shib debkim. Nima qo'lingiz akini yuring. O'ng qo'limizmi shu, ha? O'ng qo'lim shu. To'g'ri, taqimgandan o'ng qo'lim shu.
Hozimka tumonum ne yerden tuttu? Ey aksakal ukam, bu degen mening dadamdan qolgan maxfiy resept. Mana bu 5 barmoq 5 a'zoga vakillik qiladi. Qo'lning olqini qo'saqqa, dumbisi muriga vakillik qiladi. Tilingizni chiqaring. Ha. Yo'g'oroq chiqaring. Ha. Tilingizga birisi dasib olmagandan keyin uzroq chiqaring. Ha. Chiqaring. Bo'ldi, tilingizni tatın. Bu çatak yoktu. Tilingiz ishning tilidek bildiylab ketdi. Kesam xilaba. Nima kesilgan men? Alomatlaringizdan qaraganda, sizning hozir motilab olgan kesilingiz vatattakkur kesili. Vatakkur? Vatakkur emas, vatattakkur kesili. Vatakkur kesili degan nima kesal? Vatattakkur kesili deganimiz illati mashoyix degan kesal. Illati mashoyix bilan qanday kesal? Illati mashoyix deganimiz saqaymas kesal. To'g'ri. Bu ajab anglab boqmagan bir kesal ekan. Hozir zamonning taraqqiy qilishiga ergishib kasallarni taraqqiy qilmayotdi. Mana bu kasal mening tunji tadqiqot mevam. Shu men bu kasalga vatattakkur kesali deb nom berdim. Bu kasallarda aniq tushunishlik nomi yo'qmi? Bor. Nima? Eshak zukumi. Eshak zukumi? Eshak zukumi deb zukam bormi? Albatta bor. Masalan, hozir yangidan paydo bo'layotgan qush zukumi, yılan zukumi, qarg'ovul zukumi, degandek nurg'un zukamlar bor. Mana siz dal eshak zukumi. Kesal eshakdan zukamda. Albatta eshakdan zuqidi. Chunki eshakka mask soat qilib bo'lmagan ekan. Ishchik taqaydi, ishchik zuqidi. Nachiz jonni oladi. Endi buning doğrusu yo'q. Saqaymaydi, qat'iy saqaymaydi. Lekin ko'nglingizni yarim qilmang. Mana men saqata olayman. Doğrusu bormi? Doğrusu bormi? Mana Şu aeroplan mı doğru oxşamda? Bu aeroplan doğru emas. Mana şu doğrularning hammasini aeroplan orqali yo'tkab kelgan. Nerede? İtalya, Albaniya, Germaniya, Yaponiya, Koriya, Roziya ham u yerdagilarni etkagan. Hozim kaman, mush doğruni ishim saqib ketaramiz. Furqon, jon Xudoning, tan tuproqning. Biz faqat sababkor. Endi saqib qolsangiz, do'stya birodarlaringizni jiqroq boshlab kelasiz. Menda alomat yaxshi to'g'rilaba. Baqni kuchaytiradigan, böğrek quvvatlaydigan, xaltidagi suv yo'qotadigan dorilar. Mana shu böğrekni kuchaysak, bütün raisi a'zolarning hammasiga foyda qiladi. Ayakman böğrekin doğrusu ama eşek zükümden doğrusunu eli vereceğim. Ama belen doğrusu. Meylif kam ko'nglingiz. O'zim tavsiya beray, ha? Ma'qul. Azimka? Xo'sh, mushu doğruni ishchanlam saqib ketamdimi yo boshqa farzmi tutamdimi? Ha, fikam, endi boshqa farz tutsiz bo'ladimi shu tomoq deymiz, hamma narsaga farz tutmasangiz bo'lmaydi. Masalan, yemak, ichmak, ochiq suv, laza, spirtliq narsalarga alohida diqqat qilishingiz kerak. Bo'libmi, qoqlagan, qo'rg'on, g'o'rda pishgan, to'noq yoqqan, itiz eriq, shox pishgan narsalarga hargiz yaqin kelmang. Qaynoq suv, sovuq suv degan narsalarni hargiz ichmang. Bo'lmasa to'g'ri tepmaydi. Unda olsa nima ichsam bo'lar? Erkak suv. Yomg'irchi ya? Fikam, bu erkak suv deganimiz qurib ketgan daryoning suvi. Ma'qul. To'g'raqning suyimi bo'ladi. Ma'qul. Mana. Doğru neçip oldu endi? Siz nerediniz fikam? Aman Qashqardan. Unda o'z ikimiz bir jutganmiz fikam. Sizga a'zorak qilib beray, ha? Voy, sizmi Qashqardanmi? Yo'q, men Xotandan fikam. Ikkisi qanday bir jut bo'ldi? Fikam, biz burun Xotanga mangach Qashqardan o'tdik. Bu jutozlik qilmang. Ma'qul. Neçip oldu?
Endi ukam, da qarsam siz oningizga vafodor, isl bola ekansiz. Shuning o'z xotirasini qilib bo'lsa-mu, endi boshqadan bo'lgan bo'lsa 240 dan oladdan. Siz 240 qo'ying. Bu ikkisi o'xshash gap bor. O'xshamaydi. Birisi 240 dan. Yana birisi 240 qo'ying. Daha o'xshash bo'lgan bilan sizning dorilaringizning tarkibi o'xshamaydi. Men sizning dorilaringizga aloyitan qalampur, qovzoq tochin, fil, chavrofta osmoniy, sana ham dadur ketib qo'ydi. Sana, dadur. Bu sana degan odamning ichini surdi. Bu dadur degan odamning ichini qatirdi. Siz bu kasbni nereden öğrengen? Men dadamdan öğrengen. Dadamdan uydum qolgan. Dadanız hayat mı azı? Dadam hayat. Lekin dadamni sevchiman. O bana bütün udumlarını berib etgan. Ularni kesib qolmaydi. Dadanızın ismi neydi? Dadam Xotan diyoridagi dangliq milliy tibobat olimi. Xo'ja Abdul Ahad. Xo'ja Abdul Ahad? Xo'sh. Köre köşede üyü var. Xo'sh. Taşköre şifakasını açkan Xo'ja Abdul Ahad emas da? Xo'sh. Mana sizmi dadamning muborak nomini anglab chiqasiz. Tova. Mengo şu adamning balası. Dadam sizni qachon topgan bo'g'aydi? Chaqchaqimni akam. Sana chaqchaq qilgan kimning cho'lisi? Sen gapini qilgan Xo'ja Abdul Ahad degan mushuda? Naqmush odam shu. Amsa yenidikisi. Yenidikisi? U men emaskanman. Yenidikisi men. Shundami? Mana men xotinlik. Birni bir deyman. Mana men haqiqiy millat ibodat varisi. Men sening mushu etraf dadamning nomini setib, boshqalarning qaqsot qilayotganligini anglab, atayim xotinlik kelishim. Sana o'xshash bir qism saxtbaz tiyuplar bizning dunyoga mashhur Uyg'ur tibobatchiligimizning ham doktor tiyuplarimizning yuzini to'kyapti. Tovdislar, tovdislar. Men bir havchilik yuzini to'ksam to'kaman. Qasirning yuzini to'kmayman juma. Mana nega? Doğru tekshirish idorasi qurib, mana bu dorilarning tashkil emas. Qolgan gapni ashad deyishimiz. Mana. Mana.